Assalomu alaykum hammaga. Men Xorazmli, Gurlalli 72 yoshli pensioner Azod Otajumaniyozov sizlar bilan o'zimning 70dan keyingi hayot deb nomlanuvchi YouTube kanalimda g'oyibona uchrashib, diydorlashib turganimdan g'oyat xursandman. Bugun 2026-yil 14-iyul haftaning 2-kuni. Men mana O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Toshkent viloyatidagi O'zbekiston sanatoriyasida dam olishdaman. Mana bu sanatoriyamizning kirish darvozasi. Mana bu Toshkent viloyati, Toshkent tumani G'ishtko'prik qishlog'ida joylashgan. Xalq tilida Chernayevka deydi, tamojniy post, bojxona posti, Qozog'iston bilan chegara bojxona postidan bir ostanovka bu yoqda. Mana katta trassa yo'l. Mana bu yoqqa mashinalar to'g'riga Chernayevkaga ketadi, boradi postiga. Bu yoqqa Toshkentga ketiladi, Toshkent shahariga ketiladi bu yoqqa. Mana bizning sanatoriyamiz juda so'lim joyda joylashgan. Mana kirish darvozasi sanatoriyamizning. Mana bu kiradigan joyimiz. O'zbekiston sanatoriyasi degan oldin yozuv bo'lar edi, lekin hozir bu yozuv ko'rinmayotir. O'rtoqlar, mana avtobus kelib ketdi. 169-avtobus Yunusobod shahridagi Toshkent shahridagi Yunusobod metrosining yonidan yuradi. Shu yergacha yarim soatda keladi. Mana shunday gaplar. Lekin O'zbekiston sanatoriyasi degan yozuv mana shu tepada katta yozuv bor edi oldin. Hozir yaqinda remont bo'ldi. Bu joy kirish joyi, darvoza ham o'zgartirildi. Mana kirish joylari ham remont qilindi. Shundan keyin mana shu yerda yozuv hozircha yo'q, lekin bu MVD Ichki ishlar vazirligining sanatoriyasi, maxsus sanatoriya. Pensionerlar uchun ligotali, men ligotali kelaman bu yerga. 10 kun dam olaman. Kelib 10 kun juda arzon tushadi. Mana mening o'zim mana shu darvozaning oldida turibman. Mana hozir yo'lni ko'rsataman. Orqamda darvoza ko'rinadi. Mana mening o'zim shu yerdaman. Mana darvozaning oldida turib sizlarga video tashkil qilyapman, video olyapman. Mana shu sanatoriyaning darvozasining oldida turibman. Mana mening o'zim juda ajoyib joylar. Mana hozir sekin sanatoriyaning ichkarisiga kiramiz. Mana gullar, ajoyib gullar. Kirish joyida gullar. Mana sanatoriya kirish joy. Mana ajoyib gullar.
Ne acayip güller, kiriş joy. Ana bizning sanatoriyamiz. İçki ko'rinishi sanatoriyaning. Mana bu yerda mehmonlar uchun joy ajratilgan. Besetka deydi ruschasiga, o'zbekcha bilmayman nima ekanini. Mana besetka ham juda ajoyib gullar. Gullarni ko'ring, qanday ajoyib gullar. Mana. Hozir men sizlarga sanatoriyaning umumiy kirish joyini ko'rsatyapman. Mana gullar, bahri dilingiz ochiladi, saf havo. Hamma yerda katta daraxtlar. Mana shu yoqda bizning davolanadigan korpuslarimiz bor. Mana mashinalar, dam oluvchilarning ham xizmatchilarning mashinalari. Mana O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston sanatoriyasi ichki hudud joylashuv xaritasi deydi. Endi men yaqindan ko'rsata olmayman. Mana agar o'qiladigan bo'lsa o'qib ko'rasizlar. Mana joylashuv xaritasi. Yo'g'a mana shunday qilib davom qilamiz. Keyingi videolarda yana men sizlarga sanatoriyaning ichki ko'rinishidan videolar qilib ko'rsataman. Mineralniy basseyn bor. 1400 metrdan chiqib turgan. Juda zo'r. Mana shu yerda hozir sizlarga basseynni ko'rsatib o'taman. Hop, davom qilamiz endi. Davolash mineral basseyni. Bu yopiq basseyn. Mineral suvli davolash mineral basseyni. Yopiq basseyn bu. Mana O'zbekiston sanatoriyasining davolash mineral suvli basseyni. Mana mineral suvli basseyn. Mana shu basseynning suvining tarkibini hozir men sizlarga o'qib eshittiraman. Mineral suv tarkibi va davolash xususiyatlari. Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston sanatoriyasi mineral suvi shifobaxsh, hidsiz va rangsiz suv kimyoviy tarkibi bo'yicha sulfat, xlorid, natriyli suvning minerallashganligi pH 814 bilan 2,6 gram. Suvning temperaturasi 34-36 gradus. Mineral suv ovqat hazm qilish organlari kasalliklarini davolashda foydali. Yuqori minerallashgan 60 gram birgacha termal T rasi 36 gradusgacha 34-36 gradusgacha. Xlorid natriy kalsiysi tarkibi kremniy 13-15 milligram ve brom 0,18 0,23 milligram 1,1 yağ 0,1'den 0,34 ftor 0,7'den
0,23gacha elementlari bor. Kimyoviy elementlar majmuasining uyg'unligiga ko'ra bu suv balneologik nuqtai nazardan katta amaliy ahamiyatga ega. Shu suv bilan birga tarkibi Toshkent mineral suviga o'xshash 1350 metr chuqurlikdan chiqadigan mineral suv basseynlaridan tayanch harakat organlari, poliartrit, me'da-ichak, ginekologik, yurak, qon tomir, teri, asab tizimi va boshqa kasalliklarni davolashda foydalaniladi. Mening koksartroz kasalligim bor edi. Shuning uchun menga bu suv, mineral suv juda foydali edi. Madalli mineralli suv iste'mol qilinganda oshqozon shirasi me'yorlashtiriladi. O't va siydikni haydaydi va ichaklar faoliyatini yaxshilaydi. Kunlik suv iste'mol qilish tartibi. Shifobaxsh madalli suv shifokorlar tomonidan tavsiya etilganda bir necha omil hisobga olinadi. Bemorning umumiy holati, kasallikning kechishi va xususiyatlari. Siydik tanosil kasalliklarda 150 millilitrdan ovqatdan 30 daqiqa oldin kuniga 3 marotaba. Xolesistitlarda 250 millilitrdan ovqatdan 20-30 daqiqa oldin kuniga 3 marotaba. Podagrada 200 millilitrdan ovqatdan 25-30 daqiqa oldin kuniga 3 marotaba ichiladi. Demak, bu suv shifobaxsh gastrit, 12 barmoqli ichak yaralarida, qandli diabetda, siydik tanosil kasalliklarida, xolesistitlarda, keyin podagrada, mana shunday kasalliklarda ichilishi buyurilar ekan, shularga foydali ekan. Mana shunday o'rtoqlar, men sizlarni mana shifobaxsh suvning tarkibi bilan tanishtirdim. Ichish tartibi ham ko'rsatib berdim. Mana shu basseyn, mineral basseyn. Hozir cho'milamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bu Eng'idi basseyni sanatoriya O'zbekiston. Kelin. Mana endi shular. Tushdimmi? Hammaga salom. Yaxshi oldingizmi? Endi bu yoqlardan bir aylantirib